Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan men Naimjon. Mana bugun YouTube'dagi 4-darsimizga ham yetib keldik. Bugun nimalarni o'rganamiz? Bugun support va resistance, ya'ni qo'llab-quvvatlash va qarshilik zonalarini o'rganamiz. Xo'sh, support va resistance o'zi bizga nimaga kerak? Bozorda narxlar aniq qaysidir bir nuqtalarda to'xtashligini aniqlash uchun kerak bo'ladi. Xo'p, bugungi darsimizda nimalarni o'rganamiz? Umumiy asosiy tushunchalarda support va resistance va uni bozordagi roli uni o'rganamiz. Bozor psixologiyasi nega aynan shu nuqtaga borib to'xtaydi? Talab va taklif, bularni o'rganamiz va amaliy strategiyalar. Ya'ni biz oldingi darsimizda o'rgangan edik. Breakout, retest, fake out bularni o'rganamiz va bularda amaliy strategiyalar qilib o'rgansak bo'ladi. Xo'p, support narxning poli. Support bu qo'llab-quvvatlash, bu narxning pasayishi, to'xtashi kutilgan daraja hisoblanadi. Bu yerda albatta talab taklifdan yuqori bo'ladi. Xaridorlar narxda arzon deb hisoblaydi, sotib olishni boshlaydi. Kelinglar sizlarga ko'rsataman. Mana biz trendlar darsimizda konsolidatsiya, flat deb o'rgangan edik. Bu yerda support deb qayerda aytamiz? Support deb shu zonamizni aytamiz. Bunimiz support hisoblanadi. Ya'ni narx aynan bu yerda boshqa, bu yerda boshqa bo'ladi, bu yerda boshqa bo'ladi. Ya'ni aynan bir nuqta emas, lekin shu darajada narxlar misol uchun 1 marta, 2 marta, 3 marta, 4 marta test qilyapti support zonasini. Biz o'ylashimiz mumkin, misol 1 marta, 2 marta test qilgandan keyin bu yerda yana test qilyapti-da, biz kirishimiz kerak, bitim ochishimiz kerak-da. Va narx yuqoriga ko'tarilganda bu yerdan qaytganligini bilib, shu atroflardan biz yana sotib chiqib ketishimiz kerak, ya'ni take profit qilib. Yana narx tushishini kutamizda, yana bu zonasiga tushsa yana sotib olib, yana bu yerga chiqqanda sotamiz. Ya'ni bu umumiy tushuncha qilib aytganda qo'llab-quvvatlash zonamiz mana. Ko'rganlaringizdek V simoni grafikda bu V simon shaklda yoki narx bir necha marta qaytgan pastki nuqtalar hisoblanadi. Bir necha marta narxlar pastki nuqtalar qaytdi va V simon shaklda yuqoridan pastga tushib va yana yuqoriga harakatlangan narx. Professional maslahat, support bu aniq narx emas, bu bir zona. Aytganimdek, aniq o'tgangi safar $35 ga tushgan bo'lsa, bu safar yana support zona $35 deb tushunib olmanglar. U qanday daraja, misol 34 yoki 33 dan ham qaytib ketishi mumkin, yoki 37 dan ham tushib, keyin qaytishi mumkin. Buni aynan bir nuqtada shunday aniq bir raqamlarni qaytadi deb ayta olmaymiz. Resistance deb biz narxning shifti deb ataymiz. Nimaga narxning shifti? Chunki biz grafikda qarasanglar, grafik harakati qaysidir narxga borib to'xtaydi va narx tushishni boshlaydi. Biz buni qarshilik zonasi deymiz. Xo'p, qarshilik zonasini chizib ko'rsataman. Biz support zonasini o'rgangan edik. Narx harakatimiz pastdan kelyapti. Ya'ni narximiz pastdan chiqib kelyapti-da. Support zonani yorib o'tdi-da. Va bu yerga kelganda narx yuqoriga harakatlana olmayapti. Nimaga? Bu yerda qarshilik zonasi bor. Xo'p, bu holatda narximiz yana pastga tushadi va yana yuqoriga ko'tariladi-da. Qachon buni buzguncha shu narx pastga borib tepaga chiqadi, ya'ni xuddi bouncing bo'lib tepaga sakrab pastga tushib, tepaga sakrab pastga tushib shunaqa harakatlanadi. Xo'p, bu qarshilik nimani hisobiga? Chunki narx baland bo'lib ketdi. Ya'ni mana bu yerda supportchilar oldi, mana misol longchilar oldida, ya'ni narx qimmatlashdi, sotib olaman dedi-da, sotib oladi-da. Hamma sotgandan keyin o'z-o'zidan taklif yuqori bo'lib ketadi. Bozorda aksiyalar soni ko'payib ketadi, taklif yuqori bo'ladi va narximiz pastga tushishni boshlaydi.
Va yana bu zonaga kelgandan keyin hamma narx pastlab ketdi. Olishni boshlaydi. O'zi olishni boshlagandan keyin bozorda ulushlar soni kamayishni boshlaydi-da, xaridorlar ko'payishni boshlaydi. Bu holatda o'z-o'zidan talab taklifdan yuqori bo'lib, narximiz yana yuqoriga harakatlanishni boshlaydi. Ko'rib turganlaringizdek, xuddi shu tartibda ishlaydi. Yana support resistance zonasi aynan misol uchun biz hozirgi holatimizda misol bir kunlik time frame'da ko'rsak, hozirgi misol 1 oy, 3 oy holatdagini emas, misol oldingi zonalari bo'lsa ham uni belgilab qo'yishimiz kerak. Ya'ni mana misol uchun bu qayerdan kelgan? Misol 1 oy oldin bu nuqtani kelgan edi. Tasavvur qilinglar. Bu resistance zonasi oldin bu tomonda bor edi. Biz chizib qo'ygan edik. Chunki 1 yil oldin, 2 yil oldin aynan shu cho'qqidan narx qaytgan edi. Misol uchun $120 bo'ladigan bo'lsa, 2 yil oldin ham $120 ga narx chiqqanda va ortga qaytgan. Oradan vaqt o'tib, kompaniya o'zi rivojlanib, yangiliklar qilib, fundamental baquvvat bo'ldi va ishlash strategiyalarini zamonga moslab qilgandan keyin narxlar o'sishni boshlab, sotuvlar oshgandan keyin narxlar o'sishni boshlab, yana 2 yil oldingi eng cho'qqi nuqtasiga keldi deb tasavvur qilinglar. Keldi, bu yerda yana qaytib ketdi. Nima hisobiga? Chunki 2 yil oldin kelgan edi, shu narxda yorib o'talmagan edi, qaytib ketgan edi. Nimaga? U yerda sotuvchilar ko'p bo'lganligi uchun. Mana bu yerga keldida yana narx qaytdi deb tushunsak bo'ladi. Resistance shu, ya'ni qarshilik, bu narxning ko'tarilishini to'xtash kutiladigan daraja. Hammamiz tushundik deb o'ylayman. Bu yerda taklif supply talabdan ustun keladi. Yani taklif ko'p deganda, taklif deganda biz ulushlar sonini tushunsak bo'ladi. Ulushlar soni qancha bozorda ko'p bo'ladigan bo'lsa, taklif ko'payib ketadi o'z-o'zidan. Qancha ulushlarni ko'p odamlar sotib oladigan bo'lsa, bozorda ulushlar soni kam bo'ladi, lekin xaridorlar ko'paygani hisobiga o'z-o'zidan narximiz oshib boradi. Unda talab taklifdan yuqori bo'ladi narx oshganda. Xo'p. Resistance tushundik qisqacha. Keyingisi bozor xotirasi. Bozor xotirasi nima? Inson miyasi yaxlit raqamlarni, masalan, $50,000, $2, $2,5, misol yaxlit raqamlarni eslab qolishga moyil. Shuning uchun ko'p treyderlar yoki misol chakana savdo bilan shug'ullanuvchi chakana treyderlar ham misol bir narx yuqoriga ko'tarildi $30 ga, keyingi safar ham misol $30 ga chiqadi deb ehtimolligi bo'ladi. Lekin aynan $30 emas, $31, $32 yoki $30,5 shunga chiqishi mumkin. Xo'p, imbalance supply, ya'ni bu taklif. Kichkina bo'lsa talabdan o'sadi. Agar taklifimiz talabdan yuqori bo'ladigan bo'lsa, pastga tushar ekan. Ya'ni bearish bullish. Bullish ya'ni bu long, bearish short. Narx shu. Xo'p, shuning uchun mana bu yerda aytib o'tishim kerak. Oldin ham aytgan edim. Bu bir zona, aynan bir narx emas. Misol uchun resistance deyiladi. Resistance $30 da oldingi qarshiligi $30 edi. Aynan bu gal yana narx harakatlanib $30 emas, misol uchun sal teparoqda tushishi mumkin. Ya'ni bu safar 33 ga borishi mumkin. Zo'r zonada ham xuddi shunaqa, aynan bir nuqtada emas, sal pastroqda ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bir nuqtada belgilab qo'yish kerak emas, bu xato bo'ladi. Xo'p, keyin chizish san'ati, zonalar. Nima uchun bitta chiziq xato? Bozor minglab treyderlar hozir aytganimdek, treyderlar turli brokerlardan foydalanishadi. Narx har doim ham millimetrgacha bir xil nuqtada qaytmaydi. Shamchilar tanasi, body va tayoqchasi wick
qamrab oladi. Oling. Buni chizayotganda deyapti, shamchalar tanasini Boni va tayoqchasi Vik qamrab oling. Katta time framelarda daily H4 darajalarda kuchliroq bo'ladi. Kamida 2-3 marta narxi tekkan nuqtalar ishonchli hisoblanadi. Ya'ni aytyaptiki, misol support zonamiz bo'ladigan bo'lsa, misol bu shamchalar keldi. Mana misol shamchalar harakatda, misol shamcha kelyapti, endi support zonaga. Shu yerda misol aynan bu yerdan belgilash shart emas, sababi bu tomonda qaraydigan bo'lsak, qachondir bu misol shu bu yerdan qaytgan. Keyingi safar bu yerdan. Undan keyingi safar misol narx chiqdi-da, yana tushdi-da, bu yerdan qaytgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha belgilayotganimizda misol 1 marta, 2 marta, 3 marta test qilyapti support zonamizni. Shunga qarab turib, shunaqa to'rtburchak holatda belgilashimiz kerak. Ya'ni bitta chiziq tortib qo'ymasligimiz kerak. Bu zona, ya'ni support zona, qo'llab-quvvatlash zonasi bo'ladi. Iloji boricha katta time framelarda. Mana men o'zim weekly, monthly time framelarda support, resistance zonalarini chizib olaman. Keyin dailyga o'taman. Daily bilan 4 soatlikda. Shunga qarab turib, o'zimni strategiyamni, savdo usulimni qanaqa qilishimni, qayerda olib sotishni hal qilaman. Xo'p. Rollarni almashtirib. Rollarning almashish bu nima degani? Ya'ni support rezistansimiz esa support vazifasiga aylanib qoladi. Qachon bo'ladi? Hop, bir marta yorib o'tilgan daraja o'z xususiyatini o'zgartiradi. Masalan, resistance yorilsa supportga aylanadi. Support esa mana ko'rib turganlaringizda yana resistance yorilsa supportga aylanadi. Support yorilsa u resistance'ga aylanadi. Xo'p, bu qanday? Mana misol uchun bu rezistansimiz R qilaylik, bu supportimiz. Narx harakatlanyapti-da. Narx mana bu yerda yorib o'tdi, ana qarasa, yorib o'tdi, shamcha tanasi bilan yordi. Va endi narx shu yerdan bitta retest qiladi-da va yuqoriga harakatlanib o'zini trendini davom ettiradi. Ya'ni uptrend bo'lsa up, down bo'lsa down, misol pastga yorsa, misol down trendga ketadi. Xo'p. Tushundik, ya'ni bu rezistansni yorib o'tdi. Endi bu yerda kelgandan keyin mana bu kelgandan keyin narx nima yuqoriga ketdi? Qaysi holatlarda ketadi? Endi bu support bo'ldi. Endi bu yerdan support bo'ldi-da, yuqoriga harakatlanib ketdi. Xo'p, mana bu yerda agarda biz bu yoqqa yorib o'tmadi, pastga yorib o'tdi-da, narx bu yerda test qilib qayta kirolmasa kanalga va pastga harakatlanib ketadigan bo'lsa, biz o'z-o'zidan bu supportimiz nimaga aylandi? Bu rezistansga aylandi. Endi bundan bu yoq. Tushundik, qachonki support yorilsa, u resistance yorib o'tiladigan bo'lsa supportga aylanadi.
Bu bozor dinamikasining o'zgarganidan va xaridor sotuvchilar balansi o'zgarishidan dalolat beradi. Hop, bounce sakrash narx darajaga yetib kelganda uni yorib o'tolmasdan qaytib ketishini kuzatamiz. Kirish narx darajaga tekkandan so'ng tasdiqlovchi shampin bar hosil bo'lganda stop loss darajadan biroz pastga support uchun yoki yuqoriga rezistans uchun. Kutilayotgan foyda kamida 1.2 yoki 1.3 nisbatda bo'lishi kerak. Xo'sh. Keling, kirish narx darajada tekkanida so'ng tasdiqlovchi shampin bar hosil bo'lganda. Xo'p. Biz longda sotamiz, longda ishlaymiz. Misol, narximiz harakatlandida pastga tushdi. Bu zonamiz support bo'ldi, support zonasiga tushdi. Va shu yerda misol pin bar hosil qiladigan bo'lsa, narx birinchi tushadi-da, xuddi shunaqa pin bar hosil qiladigan bo'lsa, biz tushunamiz bu qizil bo'ladimi, yashil bo'ladimi farqi yo'q. Agarda pin bar hosil qiladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan narx yana buqalarning qo'lida. Ya'ni xaridorlar ustunlik qildi, narx yuqoriga o'sib ketadi. Xo'p, stop lossimizni qayerga qo'yamiz? Stop lossimizni shu supportni, kimlarning support tagiga qo'yadi, lekin men oxirgi sham, pastdagi shamni buni tagiga qo'yaman. Mana bu yerga stop loss qo'yaman. Stop loss. Mana bu yerga, ya'ni bundan ham pastroqqa. Sababi ko'p holatlarda misol bu borib qaytgandan keyin pastga tushib, buni sal pastroqqa tushadi-da. Market makerlar bu yerdan liquidity sweep bor. Liquidity sweep. Hamma stoplarni urib yana tepaga harakatlanib ketadi. Bu ham doim ishlaydigan strategiya. Bu market makerlar hammasi likvidlik qidirib yuradi-da. Ko'p odamlar mana bu yerlarga stoplar, mana bu yerlarda stoplar bor o'zi. Bu yerlarda eng ko'p pullar bor. Shuning uchun narx borib yana qaytib tushadi. Xo'p, qachondir baribir bu likvidlikni yig'ib ketish kerak. Iloji yo'q, bu likvidlikni yig'masa bozor harakati kelmaydi. Likvidlik bilan bozor harakatlanadi. Xo'p. Endi kutilayotgan foyda kamida 1.2, 1.3 nisbatda bo'lishi kerak. Hech qachon esdan chiqarmanglar. Mana misol uchun men stop loss'imni mana qo'ydim. Mana misol uchun qo'ydim. Mana bunday qilaylik. Mana bu narxda kirdim. $3. To'g'rimi? $2 narx qildim. Ya'ni stop loss qo'ydim. Stop loss. Stop loss bu entry price. Kirish narxi. Xo'p, $3 bilan kirdimda narx $5 bo'lganda sotaman deyman. Xo'p, endi nisbatni ko'raman. 3 dan 5 dan ayrsam $2, 3 dan 2 dan ayrsam $1, ya'ni 1 ga 2. Misol $1 zarar, risk, ya'ni risk $2 take profit, ya'ni foyda. Xuddi shunaqa ishlaymiz. Ya'ni 1 ga 2 yoki 1 ga 3. Qancha risk qilayotgan bo'lsangiz, foydani ham shunga nisbatini olish kerak. Agarda buni qilmaydigan bo'lsangiz, siz bozorda ko'p qolmaysiz. Siz yaqin kunlarda o'sha bozordan chiqib ketasiz. Bozorni ko'rgis kelmaydi, ochgis kelmay qoladi. Prilojeniyalaringizni qaragiz kelmaydi. Nimaga? Siz bozor qonun qoidasiga bo'ysunmasdan o'zingizni
emotsiyalaringiz bor, ehtiroslaringizga berilib, hayollaringizda bir nimalarni o'ylab xato qilib qo'yasiz. Shuning uchun doim 1 ga 2 yoki 1 ga 3 klassikada ishlash kerak. Yani klassikda 1 ga 3 ishlaydi. $10 risk qilaman, $30 topaman degani. Bunda umumiy misol 10 ta trade qiladigan bo'lsangiz, siz misol 5 tasida yo'qotgan bo'lsangiz ham, misol uchun oddiy matematikasi qanaqa bo'ladi? 10 ta trade qildingiz, 10 ta trade degani 10 ta savdo degani. To'g'rimi? Endi 1 ga 3 ishlayapsiz. Xo'p, $10 minus 10 ta tradeingizda siz $1000 dan tikkansiz, $10,000 plyus bor. Xo'p, $1000 siz $100 minus qilaman, 300 topaman deb kiryapsiz misol. Kelinglar, $100 nima deydi? Misol $50 deylik. $50 minusga 150 topaman deyapsiz. Xo'p, bu 1 ga 3 nisbat degani bu. 10 ta trade qildingizda siz 5 tasi win, 5 tasi loss bo'ldi. Xo'p, tushundik. 5 tasi win, 5 tasi loss. Xo'p, bu yoqqa o'tamiz. Xo'p, 5 ta lossingizga 5 ko'paytirilgan 50, 5 ko'paytirilgan 150. 5 ta 50 ko'paytirsa 250, 5 ta 150 ko'paytiradigan bo'lsa 750. 750 dan 250 dan ayirib olsak, bizda 500 qoladimi? Значит, men 10 ta trade qilib 5 tasidan foyda qilib chiqib ketsam ham, men $500 foydadaman. Ya'ni umumiy portfelim $10,000 bo'ladigan bo'lsa, $500 foydadamanmi? $500 foydadamanmi? Yani bu 5% yani. 5% foyda qilasizlar shunda. 1 ga 3 qilmang, 1 ga 2 qiling, 1 ga 1,5, 1 ga 2,5 qiling. 1 ga 1,5 qiladigan bo'lsangiz, misol uchun risk kamroq bo'ladi. 1 ga 2, 1 ga 2,5 qiladigan bo'lsangiz yaxshi. Ya'ni ko'p odamlar har xil 1 ga 1 ham ishlaydi. 1 ga 2 ham u insonni o'ziga bog'liq. Endi o'zini strategiyasi, o'zini shu bozorga qaragan nimasi bo'ladi, o'zi insonda bir xarakteri bo'ladi, xuddi shunga bog'liq. Uni ilmini olasiz, keyin bu yog'i shu ilmni olganingizni o'zingizning xarakteringiz, emotsiyalaringiz bilan birgalikda bozorga qo'llashingizga bog'liq. Butun dunyoda hamma ham misol o'qiydi, ilm oladi, oddiy o'zimizning maktabda ham hamma bir sinfda o'qiydi, lekin maktab bo'yicha olimpiadada bitta fandan bitta odam chiqadi. Ya'ni uni o'zining xarakteri, shunga bo'lgan qiziqishi, bunga harakati shunga bog'liq. Siz ham bu sohaga kiryapsizmi? Buni misol qanaqa deb tasavvur qilasiz? Nima deb o'ylaysiz? Shunga bog'liq. Milliardlab pul qilib kelaman, boshqa qilaman deb kirib bankrot bo'lib ketganlar qancha. Ya'ni bu sekin astalik bilan bo'ladi, qadamma-qadam, bir kunda bo'lmaydi. Xuddi chaqaloqqa o'xshab, chaqaloq tug'ildi, yurguncha qanchadir vaqt ketadi, gapirguncha qanchadir vaqt ketadi. Biznes 4 yil, 5 yil, yaxshi 5 yildan keyin misol professional darajaga chiqib inson yaxshi daromadlar topadi. Ya'ni bu qisqa muddatda bu mumkin faqatgina ustozlari bilan. Ustoz bilan birgalikda savdolar qiladigan bo'lsa, tezroq bo'ladi. Komanda bilan ishlaydigan bo'lsa. Xo'p. Breakout yorib o'tish, narx darajani yorib o'tishi bu yangi trend boshlanish signali. Agressiv kirish shamchi darajadan tashqarida yopilganda. Xo'p, konservativ kirish retestni kutish tavsiya etiladi. Yorib o'tish paytida volyum, hajm oshishi signallarini kuchaytiradi. Biz boz, retest, fake outlarda o'tgan edik. Xuddi
shu narsa bu yerda qo'llaniladi. Ya'ni bu nima? Breakoutimiz o'tganmiz, to'g'rimi? Mana bu resistance support. Narx yuqoriga chiqyapti, shamcha bilan yopilyapti va yana bitta shamcha, keyin bu qizil shamcha retest qilyapti-da va yashil shamcha. Bo'ldi, shu yerdan kiramiz. Tushundingmi? Breakout'da agressiv kiradigan bo'lsa, yana bu yerda agressiv kirsa bo'ladi, lekin biz bilmaymiz. Yana narx ertasi kuni pastga qulab ketishi mumkin. Shuning uchun bu zonani test qilishni kutamiz. Ya'ni qayta retest qilib, haqiqatan rezistansimiz supportga aylanganini ko'rishimiz kerak. Supportga aylanganini bildikmi, sotib olsak bo'ladi. Xuddi bu yerdagi narsa bu yerga ko'chib qoladi, savdoyimiz davom etadi. Xo'p, tushunarli, a? Endi bu yorib o'tayotganda e'tibor bersanglar, volyum ham oshadi o'zi. Volyum. Agar volyum oshmasa, o'sha fake outligini bilsanglar bo'ladi. Nima uchun retest kutish kerak? Fake breakoutlardan saqlanish uchun. Narx yorib o'tilgan darajaga qaytib, uni test qilib yana o'z yo'nalishida davom etishi eng ishonchli kirish nuqtasidir. Hozir aytganimdek, eng ishonchli kirish nuqtasi konservativ kirish bu. Shu retest qilgandan keyin ozgina kutib turing, shoshilmang, arzonroq narxda olaman deb shoshilib yana minusga kirgandan ko'ra biroz sabr qilaylik. Mana 3-4 kun sabr qilamiz. Narx haqiqatan o'zi support bu yerda retest beryaptimi ko'ramizda, keyin narxga kiramiz. Shoshilmaslik kerak. Yorib o'tish, qaytish, davom etishni confirmation berib tasdiqlash, keyin kiramiz. Mana bu yerlarni bilib olish kerak. Bular hammasini not qilib olinglar. Yorib o'tdi, qaytdi, yashil shamcha davomiy tasdiqlandi. Bo'ldi, bye. Xo'p, traderning tekshiruv ro'yxati. Do'st, qani qilish kerak bo'lgan va qilish kerak bo'lmagan narsalar. Daraja kuchliligi. Vaqt o'tishi bilan tekkan nuqtalar soni, o'tmishdagi yirik hajm. Daraja kuchliligi, ya'ni misol support yoki rezistansimiz qarasak, qancha muddatda, necha durmatda test qilgan bo'ladi. Support zonani ham, rezistans zonani ham. Va misol yorib o'tadigan tomoniga kelganda avtomatik misol boradida, uradi, tegmaydi, to'liq pastga tushib ketmaydi, sal pastroqqa tushadi, kuch yig'ib oladi. Xuddi bunday pastga cho'zasiz, misol bunday cho'zilgan narsani qo'yib yuborsangiz otiladi-yu, xuddi shunaqa sal pastroqqa tushadi-da, keyin volyumga qarab, volyumni kuzatib tursangiz, volyum oshadi-da, narx katta uzun candle bilan, shamcha bilan yorib o'tadi. Impulsiv yorib o'tadi. Shunda biz bilishimiz mumkin, misol qarshilik darajasi yoki supportni yorib o'tdi narx kuchli hajm bilan yoki qizil shamcha yoki yashil shamcha bilan deb aytsak bo'ladi. Xo'p. Darajalarni katta time frame'da belgilang. Boya aytganimdek, men o'zim monthly va weekly darajalarni shundoq belgilayman. Hop, keyin daily 4 hours yoki 1 hour bularda tekshiraman. Har bir kichik tebranishning chizavermang, grafikni to'ldirmang. Har bir kichik tebranish, kichkina mayda chudalarni chizib yuravermang. Shuning uchun aytganimdek monthly, weekly ko'ring, qaysi biri qulay sizga. Weekly da ishlashmi? Weekly bo'yicha support rezistanslaringizni chizingda, daily ga o'tib oling. Va narx harakatlaridan ko'rib shu strategiyalarimiz bo'yicha qayerda sotib olish kerak bo'lsa, qayerda sotish kerak bo'lsa, shunga qarab o'zingizni strategiyangizni shakllantiring.
tasdiqlovchi shamchalarni kuting. Ko'p odamlar tasdiqlovchi shamchalarni kutmaydi. Natijada oladi, narx tushadi. O'zini xuddi muvaffaqiyatsizdek his qiladi. Nimaga aynan men olganda narx tushadi, nimaga men sotganda narx ko'tariladi deb o'ziga o'zi savol berib yuraveradi. Shuning uchun tasdiqlovchi shamchalarni kutish kerak. Biz aytganimizdek, misol breakout bo'ladigan bo'lsa retest qilgandan keyin yashil shamcha bo'lsa olamiz. Undan keyin misol pin bar bo'ladigan bo'lsa, supportga tushgandan keyin pin bar hosil qiladigan bo'lsa, sotib olamiz. Yana shamchalar bor. Bullishlikni beradigan, ya'ni o'suvchilikni. Bularni bir darsimizda batafsil ko'rib chiqamiz. Engulfing bor, Hammer bor, misol Morningstar bor, Nightstar bor. Bu shamchalarni hammasini ko'rib chiqamiz. Bu shamchalar ham bizga juda ham katta yordam beradi. Birdaniga qaraganimizda bozorda o'qishlikka, ya'ni harakatni oldindan prognoz qilishga yordam beradi. Xo'p, savollaringiz bormi? Bugun darsda o'rganganlaringizni tradingview.com saytida kamida 10 ta grafikda ko'ring, mashq qiling. Savollaringiz bo'lsa kommentlarda yozing yoki o'zimga bog'lansanglar ham bo'ladi. Hozir bonus qilib qo'yganman. Bepul signal kanalimiz bor. Shu yerga qo'shilib olsangiz bo'ladi. Swing Trading Signals 0121 qo'yganman. Bu yerda haftada 3 ta, 4 ta, 5 tagacha signallar berib boriladi. Ko'rib, kuzatib, signallardan foydalansanglar bo'ladi. Hammasi bepul. Xo'p, bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan keyingi darsda ko'rishguncha xayr.